Mana ahli quyonchilar Andijonda Kaliforniya bilan gollandskiy boqadigan gollandskiylar endi qo'shishni boshladi-da, faqat kalif boqardi. Mana Farhod akamiz oldilari keldi, mini fermalarga. Quyonchilik qalay bo'lyapti aka? Yaxshi. Yaxshimi? Zo'rmi? Sezon kelyapti. Ha, xudo xolasa mana sizni sezoningiz kelyapti aka. Mana Ponni Kaliforniyalardan chiroyli qilib yig'ib qo'yibsiz. Ko'p demasdan aka. Quyonlar уже bolalashni ham boshlabdi. Ko'rib mana bu quyonimiz ham bolalagan, bu bola boqyapti, bu bola boqyapti. Bu juyilib qo'yibdi bu. Hozir ko'rganda men juyilib qo'ygan ekan. Mana joylarni tayyor qilib. Bu degani 1-2 kunda ichida tug'adi, xudo xolasa degani. Bu yerda mana bolalagan quyonlar bor ekan. Imino sizni sezoningiz kelyapti dedi aka. Bu yerda obunachilarimiz kuzatib turgan aka-ukalarimiz ham nima uchun buni deyotgani, buni deyapti degan bo'lishi mumkin. Kaliforniya zot uchun ko'rinish mavsumga qarab o'zgarib turadi. Yozgi kunida manaqa shu holatga kelib qoladi. Qishda o'z jozibasini namoyon qiladi. Pigmentlari qorayadi, mana shu burun atroflari qorayib, quloqlari qorayib, qoshlari chiqib, juda chiroyli holatga keladi Kaliforniya quyonlari. Sovuq tushgan sari bular jozibasini ko'rsatishni boshlaydi. Gollandskiy gavani Zakir Gonilardan mana olib boqishni boshlabdi. Oq qorasi bilan jigarrang ranglaridan. Bu yerda ham quyonlari ham bolalar yotib ekan. Aka qancha bo'ldi quyonchilik boshlaganingizga? Shu 2 yilcha bo'ldi. 2 yil. Tarkam 2 yil 2 yilda natijalar qalay, yaxshimi? Zo'r, xudo xolasa yaxshi. Alloh bergancha. Aka shu Umidjon aytgandi sizga. Quyonlarni ko'paytirib, quyonlarning bollarini sotib turib, buqa boqadi shuni foydasiga deb. Shunaqa, shu rostmi? Kirishda mana buqalarni ko'rdik mana, 3 ta mana 30 millionlik ekan, donasi 30 milliondan hozirgi holatda olaverar ekan. Shu 3 ta buqani quyonlarni sotib, bolalatib sotib. Bollarni sotgan pulga buqalarga yem bosib qo'yar ekan. Farhod akamiz, qoyilmisizlar? Hozirgi odamlar o'z ro'zg'orini eplolmayotganlar qancha. Mashtaqa quyonlardan 10 ta, 15 ta tashab qo'ysanglar, qonunlarga qo'shib buqalarni ham boqaverar ekan, ko'z tegmasin. Aka, asosiy biznesingiz shu quyonchilikmi? Yo'q, asosiy biznes novvoychilik. To'y yapamiz. Yo'l bo'yida do'konimiz bor. Novvoychilik qilamiz. Bu qo'shimcha biznes. Bu qo'shimcha uyda, bekarchilikda o'zi qiziqishda, o'zi bunga boqishda qiziqish. Qiziqish albatta. Hobbi orqasidan daromad kelib turaveradi. Boshida puliga qiziqmaganmiz, shu so'yib yeymiz deb o'zimizga, hali uyga go'sht deb vaqt tashab qo'ydik, ko'payib ketdi. Sotsak pul o'lyapti. Tayyor. So'yib ham yeb turaveradi. So'yib ham yeb turamiz. Ekalardan semirtirib. Go'shtini foydasini bilgan odam bo'lgan odamlar hamma bilganda mol go'sht, qo'y go'sht yemay mana shu quyonlar go'shtidan yeydi. O'zi buni boqishga sabab bitta doktor bo'lgan. Shu o'g'lim mana shu yigitni doktorga olib borganimda quyon boqib qo'ying. Go'shtini pishirib yedirasiz, immunitet ko'tariladi. Immunitet past bo'lgan. Ha, past bo'lgan. To'g'ri. Keyin yedirasiz deganda bozorga borib shu yigit bilan bitta ena quyon 6 ta bolasini olib kelganman. Ashundan ko'payib o'zini sotib olib ashuna qilingan. Cho'ntakdan deyarli kam. Ko'z tegmasin. Akalar, ukalar, mana o'zingizlar guvoh bo'lyapsizlar. Quyonlar ko'payib yotishibdi bu yerda. Ma'lumot o'rnida quyonlar 1 oyda bolalaydi, qo'shganingizdan keyin. Bu degani har oy tug'adi degani emas, shunaqa ham tushunishib olyapti. Bir xil yillar 1 oyda 10 marta, 1 yilda 10 marta bolalarni quyondan ham deb yurishibdi-da. Yaxshi tushunmaganlar. 4 marta, 5 marta narxi. 4 marta, 5 marta. Zo'r bo'lsa 6 marta. Endi yozda qo'ymagan ma'qul. Bularni. Sharoit salqin joy bo'lmasa qo'ymagani ma'qul. Konditsioner bir nimasi bo'lmasa, yozda issig'ida qo'ymagan yaxshi, chunki dam ham oladi, keyin yaxshi bola beradi. Kuzga borganda. O'ylanib o'tirmasdan oilalarga 4 ta ayol, 2 ta erkak qilib quyonlardan tashab qo'ysanglar, oddiy misol foydasi kerak emas menga deb go'shtini yeb tursanglar ham koni foyda. Bolalarga ayniqsa, yosh bolalar. Aka, bu quyonlar ko'z tegmasin juda go'zal chiqdi. Hozir pigmenti o'chgan holatda. Bular hamma samka deysiz-a bular. Samka, xudo xolasa. Bular samkalar, mana. E'tibor qilinglar. Hozirgi hol necha oylik bular? Shular 3,5 oylik.
Mana 2,5 oylikdan hech o'tdi. Bu 3,5 oyga shiddatli ko'z tegmasin aka. Baquvvat ular. Ha. Bu qanaqa qonun berasiz? Bunga hozir milliy fetdan beryapti, ha. Milliy fet. Yaxshi kam effekti. Ha, yaxshi. Endi anaqa ekan jicha, lekin yaxshi, zo'r. Semirishi yaxshi bo'lyapti. Semirisi zo'r. Ko'z tegmasin. Aka quyonlarga gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa bular sotilaveradiganlarmi yo'q? Xudo xolasa sotyapmiz ham. Endi işte sezonimiz yana ham kutyapmiz degandek. Noyabr. Go'zallashyapti. Ha, hozir endi bu nimaga bu qulog'i oq deydi-da, misol. Ha. Qishda hali qop-qora bo'lib pigmentlari zo'r kelgan paytda yana ham qiziqishadi haligi Ha, chiroyliligiga. Hozircha pigmentlar o'chgan payt o'zi aytgandek. Ha, Xudo xolasa, Alloh barakasini bersin. O'ylanib o'tirmasdan bosinglar gazini. Quyonchilikda mana Allohga shukr, qayerga borsa bir noligan odam yo'q. Boshlanishiga qiynaldim, boshlanishiga ozgina adashdim, tajribasizlik qilib qo'ydim deyapti, lekin u yoqqa iziga tushib ketgan, zo'r hammasi deyapti. Lekin mana o'ylab qo'yinglar, quyonni orqasidan topgan daromadga mol boqyapti. Molni quyonni puliga sotib olmagan to'g'ri, lekin yegan yemi mollarga kasb, bez rasxod mol boqib, uje bu yog'i ham uje foydagarchilik bo'lyapti. Ko'z tegmasin, zo'r. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Qo'ng'iroq tugmasini bosib, tanishlarga ham jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa bundan ham chiroyli videolar qilib qo'yib turishga harakat qilamiz. Andijonda Kaliforniya fermalar bor, yana boshqa joylarda ham. Xudo xolasa bitta obzor qilib chiqamiz. Andijonda qayerda qanaqa fermalar bo'ladigan bo'lsa, biz bilmagan, biz tanimagan joylar bo'ladigan bo'lsa ham kommentga yozib qo'yinglar. Andijonda shu yerda menga shunaqa quyonlardan boqaman. Bir kelib ko'rib keting, bitta bir videolar qilib bering desanglar, xalqqa qanaqa zotli, qanaqa sifatli quyonlar boqayotganinglarni oz bo'lsa ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa kuzatib turaverasizlar. Cold Pro fermasini.